Bugun 100 yil oldingi tilda, ya'ni jadida tilida gapiraman. Bu kun subh sodiqda uyg'onib, ilmni olish niyati ila ilm maskani tomon yo'l oldim. Shanba erisada bir zarurat yuzasidan tasvir olishga to'g'ri keldi. Buning ortidan maskani manzilim uyga ruju qilib, dildan xohlagan kitoblarni varaqlashla mashg'ul erdim. Taqriban 2-3 soat davomida mutolaaga band bo'lib, andin so'ng hovliga chiqib, tabiatning musaffo havosidan nafas olish ila rohat topdim. Haqiqatda bu kungi havo nihoyatda latif edi. Shu lahza fikrimda ko'cha bo'ylab charx ustida sayr etmoq orzusi uyg'ondi. Ammo biroz tafakkur ila bu niyatimdan ruju qilib, o'sha rejaning ijrosini hozircha ortga surdim. Namozi peshindan keyin esa tog' sari sayr etmoqla istirohat ravo ko'rib, dam olishga qaror berdim. So'nggi zamonlarda to'satdan zuhur qiluvchi qarorlar hayotimda jo'n holga aylanib berdi. Tog' havosidan bahramand bo'ldim. Asli taomlanmoq lozim edi, ammo shunda yodimga keldi, bu kun soat 7 da futbol musobaqasi bo'lg'usi edi. Albatta, taomdan muqaddam futbol afzal ko'rildi, shuning sabab futbol sari oshiq qadam soldim. Shul tariqa bir kunim parvona kabi uchib o'tibdir. Tariximizni tiriltirish uchun like bosishni unutmang.